Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni yana bir bor Dalda podkastida ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Har doimgidek Kamina Abubakir Ibrohimov hamda ustozim Akobir Abdullayev bilan. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi podkastda biz bugun boshqacharoq muhitda, boshqacharoq joyda biz ham sekin ko'tarilyapmiz deydi. Bugun qayerda podkast olayotganimizni aytib o'taylik. Mavzu qiziq, mavzuni eshitinglar. Undan oldin Vafida o'zi bu podkastga kirganlar tizerni ko'rib, qiziqib kirgan deb o'ylayman. Biz mavzu bo'yicha fikr bildiramiz, zo'r fikrlar bor. Savollar ham kelib tushgan, savollarga ham javob beramiz. Bugun O'zbekiston Davlat sport akademiyasini kutubxonasidamiz. Va bu yerda sport psixologiyasi va sportga oid eng zo'r kitoblar hammasi shu yerda. Va shunday bir muhitda bugun podkast olishga qaror qildik. Xo'p, gapiring. Bugungi mavzuyimiz hayot sifatini yaxshilash haqida. Xo'p, hayot sifatini oshirish deylik. Umuman hayot sifati haqida gaplashamiz. Hayot sifati haqida gaplashamiz va bu mavzuga o'tishdan oldin bizga komment kelib tushgan edi. Shu mavzuga yaqinroq. Shuni hozir o'qib eshittirmoqchiman ustoz. Ishlarni keyinga qoldirishni nimasi yomon? Ishlar ko'payib ketadi. Ularni birma-bir qilmaganimga o'zimda aybdorlik hissini his qilishni boshlayman. Juda qattiq asabiylashaman va hammaga baqirishni boshlayman. Va aytmoqchilarki, ishlarni keyinga qoldirish nimasi yomon? Undan ko'ra qoldirib shu hozir tinchroq asablar joyiga keladigandek bo'ladi degandek. Bitta narsa, hammamiz ishni keyinga qoldirishni xohlamaymiz. Shunaqa zo'r effekt bor-da. Hech kim ishni keyinga qoldirishni xohlamaydi, lekin keyinga qoldiradi. Shunaqa holat bor-da. Mana hech kim biror bir ishini keyinga qoldirishni xohlamaydi, lekin keyinga qoldiradi. Va mana shu yerdan kognitiv dissonans yuzaga keladi. Nima uchun? Qanday qilib xohlamayman, lekin shu narsani qilaman. Ya'ni insonning harakatlari uni istaklariga to'g'ri kelmagan holat. Va har qanday vaziyatda bizni istaklarimiz va harakatlarimiz bir-biriga to'g'ri kelmagan holatda siz nimani his qilasiz? Mana harakatingiz bilan istagingiz bir-biriga mos kelmagan holatda nimani his qilasiz? Biroz hayotingizda noqulaylik. Va noqulaylik bu stress degani. Va noqulaylik kim uchundir asabiylashish bo'ladi. Kim uchundir noqulaylik o'sha jahli chiqish, kim uchundir noqulaylik o'sha agressiya. Endi agressiya kamdan kam holatlarda o'ziga qaratilgan bo'ladi. Misol uchun aytilgan xolerik, sangvinikga o'xshagan temperament tipiga ega bo'lgan odamlar yoki ekstravertlarda har doim u tashqariga chiqib ketadi. Kimgadir sochadi o'sha jahlini, zaharini deymiz. Lekin aslida muammo ichkarida. O'zini harakati bilan o'zini istagi bir-biriga proporsional bo'lmaydi va undan noqulaylikni his qiladi, stressni his qiladi va jahli chiqadi, asabiylashadi. Va odatda tashqi yo'nalgan odamlar, ekstravertlar deymiz, ular muammoni, sababni tashqaridan qidiradi. Sen aybdorsan deydi. Yoki sen sababchi bo'lding deydi. Yoki sen bo'lmaganda deydi. Shundan kelib chiqqan holatda buni ozgina psixoanaliz orqali, himoya mexanizmlari orqali ham tushuntiradigan bo'lsak, buni psixoanalitiklar yoki psixoanalizchilar, Freydchilar buni proyeksiya deydi. Unda olib proyeksiya qilib olish deyishadi. Ya'ni unga burib olish deydi. O'zi sabab, o'zi asosiy krayniy. O'zini harakati bilan o'zini istaklari bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Lekin boshqalar sababchi. Va bu yerda bu savolni bergan va shu savolga o'xshagan fikrlar bo'ladigan, bizni kuzatuvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta har doim shunga qarasin. Shuni tahlilidan boshlash kerak. Mani harakatlarim bilan, mani istaklarimni men o'zim to'g'rilay olyapmanmi? Yoki to'g'rilay olmayapmanmi? Xohlayman, qilaman. Xohlamayman, qilmayman. O'xshayaptimi shu narsa? O'xshamayotgan bo'lsa, sababni birinchi irodadan qidirish kerak. Demak, odam o'zi yetarlicha irodali emas. O'zini o'zi boshqarish bilan bog'liq. Samoregulyatsiya deydi, ichki regulyatsiya deydi. Ikkinchisi, intizom bilan bog'liq. Odam o'zi intizomsiz, o'zi tartibsiz. Uchinchisi, odat, kerakli odat yo'q.
aynan shu narsani boshqarib beradigan odatda o'zi yo'q. Va uchinchi muhim narsa, boyagi xohish bilan harakat bir-biriga to'g'ri kelmayaptimi? Demak, haligi xohish yetarlicha baland darajadagi xohish emas. Yetarlicha yonib turgan xohish emas. Yetarlicha odamni yondiradigan xohish emas. O'sha xohish bundoq yetarlicha yonsa, keyin harakat yuradi. Mana misol uchun mashina o't olishi kerak-ku ballon aylanish uchun. Endi o't olish har doim ham yetarli emas-da. Gaz bosilishi kerak. Ozgina motor ichkarida ko'proq aylanishi kerak, keyin ballon aylanib boshlaydi. Eng muhimi yoqilg'i bo'lishi kerak. Endi u boyaga aytganlarimiz yoqilg'ilar deydigan bo'lsak, umuman olganda motivatsiya ham yetarli darajada bo'lishi kerak. Harakat bo'lishi uchun. Ustoz, endi bu savolni men tushunishim bo'yicha как oilaviy deylikda, farzandlari bor, 3 ta farzandi bor ayol deb olaylik va u ishlasa, boshqana qilsa, ya'ni xuddi shunaqa oilaviy muhit sabablar orqali ishlar kechga qolib ketishichi degan variantda bo'lsa-chi. Xo'p, mana tashqi konkret sabablar bilan ish keyinga qolishi 1 marta bo'lar, 2 marta, 3 marta, u doimiy bo'lmaydi. Chunki istak va harakat ketma-ket kelishi uchun men istadim va o'rnimdan turdim. Bu yerda muhim qonuniyat bor. Buni endi time managementdan kelib chiqamiz. Time managementning qonuniyati bu impuls qonuni bor. Impuls qonuni bu nima degani? O'zi fizikadan kelib chiqqan. Bir jismni ikkinchi jismga qandaydir ta'sir ostida ikkinchi jismning harakatga kelishi bu impuls qonuni. Hayotda ham bizning istaklarimiz impulsga muhtoj. Biz unga impuls bersak, istaklarimiz harakatga aylanadi. Ya'ni buning uchun biz impuls berishimiz kerak hozir shu yerda. Ya'ni keyingi dushanba emas, seshanba emas, imkon bo'lganda emas, kayfiyatim bo'lganda emas, quyosh chiqqanda emas, de reski kirish kerak. Mana shu birdan kirish kerak. Bu impuls qonuni. Aynan impuls qonuni asosida biz ishlaydigan bo'lsak, harakatlarimiz, istaklarimiz to'g'riroq harakatlarimizga proporsional bo'lib boshlaydi. Endi nima uchun hayot sifati dedikda, men bu narsalarni muhokama qilib boshladim. Ko'plar tushunmaydi-da, hayot sifati ham bo'ladi. Hayotimiz ham sifatli bo'lishi mumkin, sifatsiz bo'lishi mumkin. Va bu narsani nima bilan tushuntiraman? Biror bir sifatsiz mahsulotni bilib bilmay olib iste'mol qilib yoki foydalanib ko'rganmisiz? Xo'p. U siz iloji yo'q. Endi misol uchun u bo'lmasa katta bo'lmas edi. Aytaylik, mana sifatsiz mahsulotni olib iste'mol qilganingizdan keyin, olib foydalanganingizdan keyin odatda siz nimani his qilasiz? Xo'p. Birinchidan yoqimsizlikni. Xo'p, yana sifatsiz bo'lgandan keyin bas, agar u o'ta sifatsiz bo'lsa, tanaga bo'lgan ziyonni. Shular va qaytib bu narsaga yaqinlashmasligim tushunib yetaman. Xo'p. Endi bizni hayotimiz ham bitta mahsulot deb oladigan bo'lsak, istalgan mahsulotni tayyorlayotganda aytaylik, o'sha ishlab chiqaruvchini tanlovi bor-da. Unga ko'proq bir mehr berib, investitsiya kiritib, harakat qilib, mehnat qilib, uni sifatliroq qilish. Unga kamroq vaqt ajratib, tezroq qilib, sifatga emas, songa ishlaydi. Kamroq aytaylik investitsiya qilib, unga uni sifatsiz, bir martalik, одноразовый deymiz, o'shanaqa qilib chiqarib olish. Hatto bir marta foydalanishga ham yaroqli emas qilib chiqarib yuborish. Istalgan ishlab chiqaruvchida shunday tanlov bor, to'g'rimi? Xuddi shunaqa har bir odam o'zini hayoti bilan bog'liq shunday muhim tanlovi bor. Hayotini sifatli qilish yoki sifatsiz qilish. Mana biz o'zimiz istagan narsalarga, o'zimizga kerak narsalarga, o'zimiz kuchli ehtiyoj his qilayotgan narsalarga, bizni kundalik turmush tarzimizni, shaxsiyatimizni yaxshilaydigan narsalarga vaqt ajratishimiz, investitsiya qilishimiz, ular bilan shug'ullanishimiz, ular uchun ozgina qiynalishimiz bu o'sha mahsulot ishlab chiqarish jarayoni.
hayot deb atalgan mening hayotim degan mahsulotni ishlab chiqarish jarayoni. Demak, inson o'z hayotini sifatli qurish yoki qurmaslik bu uni tanlovi. Da. Bitta zilzila to'kilib ketadigan uy yoki 9 bali zilzilaga tosh bera oladigan uy qurish deydi. Endi bu jarayon bizni biz har kuni kichik tanlovlar qilamiz. Yoki o'sha tanlovlarni nimanidir qilmaslik ham bitta tanlovda. Ertalab soat 7 da turib ishga ketsam ham bo'ladi. Lekin 6:30 da turib o'sha aytaylik ovqatlanib ishga ketsam bo'ladi. Suv ichib va ovqatlanib ishga ketsam bo'ladi. Nisbatan qonli oshqozonimga ziyon bo'lmaydi. Keyingi variant misol uchun ertalab turib soat 6 da turib aytaylik ozgina jismoniy tarbiya qilib yuvinib aytaylik ovqatlanib ishga ketsam ham bo'ladi. Va mana ertalab o'zida taxminan bir 10 tacha tanlov qilishimiz mumkin. Orasida eng dahshati bor. Ertalab turib telefonimga qarab yarim soat Instagram varaqlashim ham mumkin. To'g'ri. Va ertalabdan biz juda ko'p tanlovlarni qilamiz va ertalabdan biz o'zimizni kunimizni sifatini qanchasindir belgilab beramiz shu bilan. Yoki o'sha tanlovlarni qilmaymiz va belgilab beramiz. Bu ham bitta tanlov. Nimadir qilmaslik ham bitta tanlov. Va kun davomida biz nechta tanlov qilamiz? Hafta davomida, oy davomida, yil davomida biz qancha tanlov qilamiz va taxminan o'rtacha 1 yillik bizni tanlovlarimiz bizni umumiy hayot sifatimizni belgilab qo'yadi. Yil oxirida bundoq o'tiramizda hayotimiz qanchalik sifatsiz o'tganligini o'ylab keyingi yil shunaqa qilaman deymiz. Istaymiz, xohlaymiz. Gohida o'zimizga ham va'da beramiz. Keyingi yil ham istaklarimiz bilan harakatlarimiz monand bo'lmasa, hayotimiz yanada sifatsizlashadi. Va hayot yo sifatli, yo sifatsiz yoki o'rtacha sifatli bo'lishi mumkin. U bizni hayotdagi shu paytgacha qilgan tanlovlarimizga bog'liq. Okey, sifatsiz hayotga tushib qoldingiz, mabodo bo'lishi mumkin. Bizni kuzatuvchilarimiz orasida aynan shunga o'xshagan kuzatuvchilarga dalda bo'lsin deb bunaqa podkast qilyapmiz. Hayotingiz sifatsiz ekan, hozir bildingiz, shu podkastni ko'rib bildingiz. Va hozirdan tanlov qilish kerak. Hozirdan jiddiy tanlovlarni qilish kerak va hozir o'zgarishlar qilish mumkin bo'lgan joy. Hozirdan aynan biz hayotimizni sifatli qilib boshlashimiz mumkin. Shu paytgacha chiqqan mahsulot chiqib ketdi konvertdan. Lekin bundan buyoq, hozirdan buyog'iga chiqadigan mahsulotimiz ham sifatli bo'lishi hozirgi tanlovlarimizga bog'liq. Tushunarli. Demak, mana qisqacha aytganda, kechagi kun bu o'tmish, ertangi kun kelajak, bugun esa yashash kerak, to'g'rimi? Hamma narsa bugunga bog'liq. Shu o'sha yashash masalasida qanday tanlovlar bilan yashash muhimda. Va ana o'sha tanlovlarimiz bizni boyitib va asl holatimizga va yoki manzilga olib kelib qo'yadi deylik. Bir manzilga olib boradi tanlovlarimiz va u manzilda biz yoqtirmasak, xohlamasak, xarxasha qilsak ham, lekin oxir oqibat u manzilni biz tanlagan bo'lamiz tanlovlar orqali. Tushunarli. O'zi menimcha bu mavzuni biz muhokama qilganmiz. Prokrastinatsiya mavzusi bor. O'shani anaqada YouTube'da bundoq ulab qo'ysangiz, menimcha bu mavzu boshlangan va oxiri davom ettirilayotgan mavzu. O'sha mavzu doirasida biz gapirishga ulgurmagan joylarimiz bor. Aynan ishlarni keyinga qoldirishni o'zi psixologiyasi haqida kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, prokrastinatsiya bo'yicha ham podkastimiz bor. Albatta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Va umuman olganda mana shu mantiqni xulosalasak, agar nimadir savol bo'lsa, fikr bo'lsa, kelganda aytib yuboramiz. Hozir aytib olay shuni. Mana bunaqa narsa borda. Kechasi soat 12:01 da Reels chiqib qoladi. Hayotni o'zgartirish, sport bilan shug'ullanish, never give up. Bu chiqadi, motivatsiya soat 1da kiyimlarni yechib, ajimaniyalar qilib, keyin bo'ldi bugun 6dan o'zgaraman deb uxlash va ertasi kundan yana hayot o'sha davom etib ketishi. Endi bu yoqda misol uchun motivatsiya oshishi bo'ladi. Misol uchun o'sha paytda, o'sha tunda soat 1da qilingan qarorlik inson o'ziga ishonadi, ichdan kuch topadi, lekin
uxlab turgandan keyin bu narsa yo'qolishi bu o'sha motivatsiyalarni boshqara olmaslik, ularni to'g'ri taqsimlay olmaslik va umuman reja tuza olmaslik hisoblanadimi bu narsa yoki qarang, hayot sifati mana aytaylik elementarni bir mana sifatli kitob deylik, sifatli bir o'qishli, varaqlaganda varaq yirtilib ketmaydigan, bir marta ochilganda g'irch etib ikkiga ayrilib qolmaydigan kitoblar bor shunaqa. Unda ochishingiz bilan siz qaytib u kitobni ochishdan qo'rqasiz. Ikkinchi marta ochganingizda yarmi alohida bo'lib qoladi. Yoki misol uchun varaqlaganingizda varag'i ingichkaligidan yirtilib ketishidan qo'rqib varaqlaydigan kitoblaringiz bo'ladi. Va u kitoblar qanday aytaylik ishlab chiqarilgan? Kam vaqt, kam resurs, aytaylik kam e'tibor. Xuddi shunga o'xshab bizni hayotimiz sifatli bo'lishi uchun hayotni sifatiga ta'sir qiladigan juda ham ko'p faktorlar bor. Bittasi emas. Bitta yuqori motivatsiya yetarli emas. Albatta u yerda intizom bo'lishi kerak. Albatta u yerda ozgina izlanish, o'rganish, o'z ustida ishlash bo'lishi kerak. Mana shunchaki intizomli va shunchaki motivatsiyasi yuqori hech qayerda misol uchun top natijalarni kutib bo'lmaydi. Juda intizomli sportchi va juda motivatsiyasi yuqori sportchi. 0 texnika, 0 taktika, 0 tajriba yoki 0 analitika. Psixologiya ham 0. Bu yerda hech nima qilib bo'lmaydi. Hattoki og'ir atletika deymiz-ku, shundoq tosh yoniga kelib olib ko'tarish deymiz-ku, u yerda ham yuzlab desam noto'g'ri bo'lar. Hech bo'lmasa bir 15 ta 20 ta texnika bor. Tosh yoniga kelib shundoq ko'taradi deydi. O'sha yerda ham texnika bor. O'sha yerda ham o'rganish. Men bitta og'ir atletikachi bilan ishlaganimda ishlayapman, gaplashyapmiz. Ana nafas haqida gaplashganimizda shu narsani tushuntirib berganimdan keyin savol berdim. Qachon nafas olasiz? Qaysi paytda olish kerak? Bo'lmasa aytaylik, top emas-u, pro level emas-u, prodan endi havaskordan proga o'tayotgan sportchi, "Va, men mana shu narsani bilmas ekanman. Ertaga borib trenovkada qilib ko'raman va shu narsani keyin aytaman, aka sizga bilmas ekanman" dedi. Qachon, qaysi vaqtda qanaqa nafas olish? Yoki bitta disk uloqtiruvchi bilan ishlaganimda qachon nafas olib, qachon ushlab turib, qachon chiqarish kerakligini bilasizmi? Yo'q deb. Keyin o'zimda internetdan qidirib topib, mana shunaqa qilish kerak ekan. Nima deb o'ylaysiz? To'g'rimi desam, "Ha, menimcha to'g'ri" deyapti-da. Va aynan bo'lishi mumkin, hali biz u sportchilar bilan ishlashda davom etyapmiz. Aynan shu bo'lishi mumkin. Ya'ni uni musobaqalardagi gohida yaxshi, gohida yomon natija qilishining sababi shu bo'lishi mumkin. Hattoki psixologik tayyorgarlik emas-da, aynan bitta nafas bilan bog'liq texnika. Shundan kelib chiqqan holatda hozirgi aytgan holatingizda hammasini ko'rib chiqish kerak. Intizom, motivatsiya, bilim, tajriba, mahorat, o'zi qayerga borishni xohlaydi. Boyaga aytganingizdek, maqsad va maqsadga olib boruvchi rejalashtirish, hammasi birgalikda ishlaydi. Siz aytganingizdek, rejalashtirishni bilmaslik ham muammoga olib borishi mumkin va boshqa faktorlar ham bo'lishi mumkin. Va yana bitta narsa, bu juda keng tarqalgan, har 4 ta odamdan bittasi yoki 3 tasi desa ham bo'ladi. Hamma bittada o'zgarishni xohlaydi-yu. Bittada nima deydi, hamma ishni bir kunda qilib, bir kunga bo'lib tashlash. Men shu narsani biroz qora deyman-da. Aksincha, mana bitta narsani o'rganishga 3 oy vaqt ketsin, ketsa ham o'sha narsani o'rgan. Har holda bittasini u to'liq singsin tanaga. Bittada 3 ta narsani o'rganish avvalambor bunaqa yuklamaga o'rganmagan, miya o'rganmagan, masalan, jismoniy ko'tarib berish mumkin, lekin miya bu nagruskaga o'rganmagan bo'lishi mumkin va u narsa uzoq bir hafta yoki maksimum 1 oyga boradi, qoladi. Shuning uchun mayli bittasiga 1 oy ketsin, 2 oy, mayli 1 yil ketsin, har holda sen bitta narsani o'rganasan degan anaqaga o'taman va unda kuzatsam haqiqatan ko'pchilar o'zgarishni boshlayman deganda men ertadan mamma deb sanashganda men deyman-da. Shaxsiy tajriba, men shunchaki har kuni suv ichishni odat qilish uchun men o'zim 3 oy vaqt sarfladim-da, odatga aylanish uchun. Bitta suv ichishni o'rtoqlar tasavvur qilasizlar, meni hozir kimdir suv ichish uchun ham 3 oy vaqt sarflash kerakmi deyishi mumkin.
lekin o'sha suv ichishni doimiy muntazam suv ichishni odatini shakllantirish bu boshqa narsa. Bu suyuqlik emas, Ha. faqat suvni o'zi. Chanqaganda suv ichish u boshqa narsa. Doimiy tana degani gidratsiya deydi. Suv me'yorini saqlash odatini shakllantirish u boshqa narsa. Aynan hozirgi fikringizga Bruce Lee zo'r bitta fikri bor, lekin uni men keyingi podkastda aytaman. Demak, menimcha bugun yetarlicha mavzu to'g'risida gaplashdik. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Bizni kuzatib boring. Keyingi podkastlarni xudo xolasa mana shu yerda endi chiroyliroq, fonda chiroyliroq sahnada olib boramiz. Bizni podkastni layklar bilan, kommentariyalar bilan, savollar bilan qo'llab-quvvatlashda davom eting. Agar tanish gruppalar, kanallar bo'ladigan bo'lsa, yorib qo'ysangiz, share qilsangiz, bizni prosmotrimizni ko'payishiga xizmat qilsangiz, umuman minnatdor bo'lardik. Va bemalol fikringlarni yozib qoldiringlar. Xuddi mana shunaqa o'qib, keyin buni ba'zigina muhokama qilib, shu orqali bizda interaktiv ham bo'lardi. Siz bilan shu orqali biz bog'lanardik. Shuning uchun qanaqadir sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Kommentariy sizlar uchun ochiq. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.